Söyümlük balalar, hoş geldinglar. Peygamberimiz tug'ilishdan burun acaba yana nima ish bo'lgandi deb o'yladinglarmi? Agar shundoq o'ylagan bo'lsanglar, to'g'ri o'yladinglar. Haqiqatan söyümlük peygamberimiz dunyoga kelishdan bek az vaqt qolgan vaqtida yana bir voqea yuz berdi. Aqlli qo'moqlar, bu voqeani cho'qim tepib oldinglar. Bu bölümde Peygamberimiz dunyoga kelishdan 52 kun burun maydonga kelgan pil voqeasini anglataman. Undaqda başladık. Qulqinglar menda bo'lsin. Yemen degan bölgede Abraha ismli bir vali bor edi. Abraha bir kuni bütün imkonlarni ishga selib, nihoyat hayvatlik chirkov soldirdi. Chirkov soldirishning sababi haj uchun Kabe'ga bormoqchi bo'lgan insonlarni bu chirkovga kelishga da'vat qilish edi. Chunki buning natijasida har yili Kabe'ga kelgan haj qilg'uvchilarning hadiya sifatida qo'yib ketgan qimmatli buyumlari chirkovga keladi. Mushundaq bo'lganda Mekkiliklarning haji sababi bilan ega bo'lgan boyliqlarga o'zi ega bo'ladi. Buning uchun har tarafga xabar berib, insonlarni haj uchun Kabe'ning o'rniga o'zi soldirgan chirkovga da'vat qildi. Haj pasli kelishiga nihoyat hayajon bilan chirkovga keladigan insonlarni saqlashga boshladi. Biroq bir odam bu taklifni qabul qilib, haj uchun chirkovga kelmadi. Oldimizdagi yilmi tayyorlik qildi hamda har tarafga yana xabar qildi. Hamma odamni haj uchun solgan chirkovga taklif qildi. Ammo yana kelganlar yo'q edi. Bu sababdan Abraha qattiq g'azab bilan cho'ng bir qo'shinning tayyor bo'lish uchun farmon berdi bolalar. Maqsadi Kabe'ni vayron qilib yo'qotmoq edi. Va nihoyat ko'p qo'shin hozirlab Makka qarab yo'lga chiqdi. Qo'shinning orasida Habashiston podshohi evatgan Mahmud ismli nihoyat yo'g'on bir filmi bor edi. Makkaga yaqin bir yerda aram ilishga ruxsat berdi. Bu vaqtda askarlardan bir guruh aram olgan yerdagi Makkaning oqsoqli bo'lgan Abdulmuttallibga tava 200 tugini musodir qilib elib keldi. Bu arada Abrahaning cho'ng bir qo'shin hozirlab Kabe'ni o'rish uchun kelayotganlik xabari Makkaga yetib kelgan edi. Ammo kelayotgan qo'shinning bekmi ko'p ekanligini anglaganida ularga qarshi biror ish qila olmaydiganligini his qilib saqlashga boshladi. Bu esnada Abraha bir elchi evatib Makkaning oqsoqli Abdulmuttallibga: "Men sizlar bilan jang qilish uchun kelmadim. Mening maqsadim Kabe'ni vayron qilish. Bu ishda men qarshi chiqmasanglar, sizlarga hech ish qilmayman", dedi. Abdulmuttallib buningga javob berib: "Albatta, bizning sizlar bilan jang qilish niyatimiz yo'q. Buningga kuchimiz yetmaydi. Vayron qilmoqchi bo'lgan Kabe bo'lsa, Allohning uyidir. Agar Kabe'ni qo'g'dimoqchi bo'lsa, egisi bo'lgan Alloh qo'g'daydi", dedi. Bu vaqtda Abdulmuttallib tug'illarni musodir qilganlik xabarini oldi. Darhol tortib olgan tug'illarni qaytarib olish uchun Abrahaning yeniga mangdi. Abraha darhol Abdulmuttallibni huzurga chaqirdi hamda Abdulmuttallibga hurmat bildirdi. "Hey Abdulmuttallib, mendan bir narsa talab qildiganligingni dedi. Mendan nima talab qilasan?" dedi. Abdulmuttallib bo'lsa: "Menga tava tortib olgan 200 tugamni qaytarib berishingni so'rayman", dedi. Bu talabga nisbatan Abraha: "Men nihoyat cho'ng bir qo'shin bilan Kabe'ni vayron qilishni planladim. Makkaning oqsoqli Abdulmuttallib bo'lsa 200 tugisi bilan qopdi" deb o'yladi. Nihoyat hayron qolgan Abraha: "Hey Abdulmuttallib, aslida seni birinchi qitim ko'rgan vaqtimda zirak ekan deb o'ylagan edim. Kabe'ni vayron qilish va yashayotgan Makkani yer bilan yakson qilg'ili kelganimni bilasan. Kabe'ni vayron qilmaslikni talab qilishning o'rniga tug'illarning dardida qopsan", dedi. Abdulmuttallib buningga javoban: "Men faqat tug'illarning egisi hamda ularni saqlab qolish uchun tirishyapman. Vayron qilmoqchi bo'lgan Kabe bo'lsa, Allohning uyi. Ya'ni u uyning bir egisi bor.
albatta uyni qo'g'daydi, dedi. Abraha nihoyat g'azab bilan, uni menga qarshi hech kim qo'g'day olmaydi, deb vaqiradi. Abdulmutallib bo'lsa nihoyat tamkinlik bilan, undaqda mana Ka'ba, mana sen, o'rib italsang o'ribat, dedi. Abraha nihoyat ochiq kelgan bo'lsa-mu, Abdulmutallibning to'gillarini qaytirib berdi. Qandaqli bo'lmasin, Mekkani vayron qilgandan keyin hamma narsaga ega bo'ladiganligini o'ylab o'tadi. Abdulmutallib Mekkaga qaytgandan keyin ahvol to'g'risida Mekkaliklarga xabar berib, hammaylarning jinini qutqizish uchun tog'larga chiqib panohlanishini dedi. O'zi bo'lsa Ka'baga berib, Allohga o'zlarini Abrahaning qo'shinidan qo'g'dash uchun uzun duo qildi. Oxirida boshqalarga o'xshash Ka'badan ayrilib, tog'larning yuqorgi taraflariga chiqib, Abrahaning qo'shinining nima ish qilganligini kuzatishga boshladi. Yana bir tarafdan Abraha ordusi bilan Ka'bani o'rish uchun harakatga o'tgan edi. Ka'baga qarab harakat qilayotgan qo'shinda kutilmagan bir ish bo'ldi. Mahmud ismli yo'g'on pil yerga cho'kib, qat'iy o'rnidan turmay yotdi. Shunchalik kuch ishlatsimi, o'rnidan turib Ka'baga qarab mangmay yotdi. Birdamdan keyin Mahmudning yo'lini boshqa tarafga qaratdi. Bu qitim Mahmud butun kuchi bilan yugurishga boshladi. Yo'lnishini Ka'baga qaratsa, ahvol yana o'xshash bo'lib o'tdi. Mahmud bir qadammi olmay yotdi bolalar. Mahmudning mangmagan birdan-bir yo'lnishi Ka'baning yo'li edi. Bichora hayvonning harakat qilish uchun nayz bilan sanjidi. Qon ichida qolgan Mahmud Ka'baga bir qadammi olmadi. Bu arada g'alati bir ish yuz berdi. Uzoq tog' tarafdan bir qorong'ulikning mush yerga qarab kelayotganligini ko'rdi. Bu borgan sir yaqinlashayotgan qorong'ulikni butun qo'shin hayronlik bilan ko'rishga boshladi. Biroz yaqinlashgan siri kelganlarning qush to'p ekanligini ko'rdi. Bu qushlar ababil qushlari edi bolalar. Qo'rqinchli bir ovoz bilan kelgan bu ababil qushlari tumshqi va put barmoqlarida shig'il toshlar ilib kelgan edi. Qo'shinning dal o'ttirisiga kelganda ababil qushlari tumshqi va barmoqlarida to'shigan shig'illarni tashladi. Yuqoridan tashlangan bu shig'il toshlar xuddi o'qdek nihoyat tez suratda har biri bir askarga itilayotdi. Har bir askar to'rt tarafga qochdi. Ammo ababil qushlarning atgan shig'il toshlaridan hech kim qutula olmadi. Abrahamu bu toshlarning ig'ir zarbisiga uchrab, badaniga urilgan toshlar bilan jon berdi. Favqulodda ko'p bo'lgan qo'shindan faqat Mahmud ismli pil hayot qolgan edi. Suyimlik bolalar, Allah haddidan oshgan zolim Abraha va uning qo'shinini mushundoq ochiq yomon oqibat bilan oxirlashtirdi. Pushaymon qilsa-mu foydasi yo'q edi. Allohning hukmi kichik qushlar bilan amalga oshgan edi. Bu yil pil yili deb ataldi. Abdulmutallibning duosi qabul bo'lgan edi. Allah bu voqeani Qur'ondagi pil surasi bilan anglatgan hamda qiyomatgacha insonlarning xotirasida yer olgan edi. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Parvardigoringning pil egillarini qandoq qilganligini ko'rmadingmi? U ularning hili-mikrini barbod qilmadimi? U ularning ustiga top-top qushlarni avatdi. Qushlar ularga sapal toshlarni etib, ularni chaynab etilgan samandaq qilib etdi. Pil surasi. Pil vaqasi hikoyamiz mush yerda tugadi. Dunyoga rahmat bo'lib ivatilgan payg'ambarimiz bu vaqadan 52 kun burun dunyoga keldi umoq bolalar. Bu vaqani Alloh xolisa keyingi son programmamizda anglataman. Anglashni unutmag'aysizlar. Hikoyamizni oxirgacha anglaganliginglar uchun hammanglarga rahmat aytaman. Izchilar qanlimizga a'zo bo'lishni hamda bildirim qo'ng'irqini besishni unutmanglar. Xushvaqt bo'linglar.